Tasavvur qiling, sizning oylik daromadingiz qandaydir yo'l bilan 2 baravar oshdi. Tabriklaymiz. Endi siz asosan 2 baravar ko'proq narsa sotib olishingiz mumkin. Lekin agar boshqa hamma odamlarning daromadi ham 2 baravar oshsa-chi? Bunday holatda siz endi 2 baravar ko'proq narsa sotib ola olmaysiz. Chunki hamma ko'proq pul topa boshlaydi, lekin tovarlar soni deyarli o'zgarmaydi. Natijada bir xil tovarlar ortidan 2 baravar ko'p pul quvib yuradi va narxlar oshadi. Keling, buni yana bir qadam oldinga olib chiqaylik. Agar sizning daromadingiz 2 baravar oshsa, lekin boshqalarning daromadi 3 baravar oshsa, unda siz aslida kambag'allashgan bo'lasiz. Nega? Chunki 2 baravar ko'proq pul topish 3 baravar ko'proq topayotgan odamlar bilan tenglash uchun yetarli emas. Agar bu yil tovar va xizmatlar narxi x% oshsa, real daromadingiz kamaymasligi uchun siz ham o'tgan yilga qaraganda kamida x% ko'proq daromad topishingiz kerak. Tarix esa inflyatsiyaning ta'sirini juda aniq ko'rsatadi. Bugungi 1 dollarga siz 100 yil avvalgiga qaraganda 39 baravar kam kartoshka yoki 20 baravar kam qahva yoki 24 baravar kam non sotib olishingiz mumkin va hokazo. Oson iqtisodiyot kanaliga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ushbu videoni jo'natib qo'ying.